Ko'proq viloyatdan menga telefon qilishadi. YouTube kanalingizni ko'rib, nazokat ayolim yuzlari juda ham quruq yoki ayolim yuziga dog' tushgan, nima maslahat berasiz deb turmush o'rtoqlari telefon qilib mendan maslahatlar so'raydilar. Lekin shunaqa paytda meni vaqtim bo'lmay qolishi mumkin, patsientlar bilan ovora bo'lishim mumkin, ishxonada yoki o'zimni oilaviy nimadir ishlarim bo'lishi mumkin. Ko'p shunaqa telefon bo'lgan payt nomerlarni yo'qotib qo'yaman. Hozir bu videoyimda o'sha akalarga, o'sha ayollarning yuzlariga qanaqa kremlar tavsiya qilishim haqida olmoqchiman va bu sizlarga foydali bo'ladi. Videoda ham qanaqa kremlar olishni o'zingiz uchun bilib olsangiz bo'ladi. Ana o'shanda ayolingizga qanaqa krem mos tushishi shu videoda aniq-tiniq bilib olsangiz bo'ladi. Ayolim yuzi qurib ketyapti. Bizda qishloq sharoiti tandir ichiga ko'p kiradi. Keyin dalada ishlab qolgan paytda yuziga dog' tushib qoldi. Hozirgi erkaklarimiz ham ayollariga juda ham zo'r e'tibor berishyapti. Oldin ayollarning o'zi harakat qilar, lekin hozir erkaklarning o'zi ayoliga kremlar olib berishga harakat qilishyapti hamda ayolini chiroyli bo'lishiga. Chunki ayoli ularga xizmat qiladi. O'sha tandirda non olib bersalar ham ayoli chiroyli bo'lib turishi kerak. Dalada ishlasalar ham ketmon chopishadimi yoki qanaqadir nimadir ish bilan shug'ullanishadimi, o'shanda ham ayollarini chiroyli ko'rinishga ega bo'lishini xohlashadi. Shunaqa paytda men sizlarga shunaqa yordam beraman. Hozir krem naborlarini birdaniga aytib bera olmayman, chunki bu yerda ko'rayotgan kremlarning hammasi har xil quruq yuzli uchun bo'lishi mumkin. Chunki qurib ketyapti nazokat yoki homiladorlik payti dog' tushib qolgan ayolim yuzlariga YouTube'da juda ham ko'p videolaringiz bor ekan, foydali. Shularni ko'ribdi va menga ko'rsatdi. Men ham ko'rib chiqdim. Haqiqatda zo'r gapirgansiz, toch ani bo'ladigan gap gapirgansiz deb aytadilar. O'sha paytda nima tavsiya beraman shu ayollarimizga, shu uyda o'zlik ishlatish uchun men biron bir petrushkani qiling yoki biron bir chayni sodani yoki anta olib liomikol suring, unaqa kremlarni ishlating deb ayta olmayman. Chunki hammaning tanasi har xil bo'lishi mumkin. Kimlardadir o'sha ko'p tandir ichiga kirgani hisobiga teri juda ham yupqalashib qoladi va o'shaning hisobiga yuzlari qichishib, quyoshga reaksiya bildiradi hamda qizarib ketadi, tezda qizarib ketadi. Keyin yana ayollarimiz bor, homiladorlik paytida qurib ketadi tanalari va homilador bo'lgan paytda yuzga har xil dog'lar tushish ehtimoli bor. Shularni tushishini oldini olish uchun, tana qurib ketishini oldini olish uchun juda ham ko'p kremli ishlatish tavsiya qilaman va vaqtida ishlatishingiz kerak. Va o'sha tana qurigan paytda ko'p ayollarimizda oyoq son taraflarini qichigan paytda yoki qorin sohalarini qichigan paytda treshinalar tushadi, har xil yorilishlar paydo bo'ladi, yoriqlar paydo bo'ladi. Shu joyiga ham shuni aytib ketaman, homiladorlik paytida ham bu krem ishlatsanglar bo'ladi. Men bu yerga hozir olib kelaman. Nafaqat yuzi quriydi u ayolni, qo'llari, tanasi, oyoqlari, qorin taraflari qurishib boshlaydi. O'sha paytda shu vitamin E kremi sizlarga kerak bo'ladi. Ayollar o'zingiz uchun mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Butun badanga, nafaqat yuzga, qo'lga, qoringa, badanga qaysi joylari qurib ketsa, tizzalarda qurishlar bo'lsa yoki sizda qo'lda tirsak taraflaringiz qurib ketsa, shu kremni tavsiya qilaman. Juda ham zo'r. Bu vitamin E namlantirish darajasi juda ham zo'r, momentalniy effekti surganingizda shunaqa yumshoq qilib qo'yadi. Homiladorlarga, o'sha mana endigina homilador bo'lgan ayollarga tavsiya qilaman, iloji bo'lsa o'sha zonalarga surishga. Chunki badan qurib ketadi o'sha paytda. Endi yana nima demoqchiman? Xo'p, birinchi qiladigan ishinglar yuzingizga to'g'ri krem tanlash bo'ladi. Umuvvalkalarni to'g'ri tanlaymiz, qizlar. Chunki umuvvalkalar ham har xil bo'ladi. Yuz yuvgan paytda meni yuzimga ham, uni yuziga ham, buni yuziga tushdi. Dugonam yuz zo'r bo'lib qopti. Menga ham o'sha prosedura tushadi, o'sha krem menga ham tushadi deb o'ylamanglar. Chunki hammaning tanasi, hammaning kojasi juda ham har xil murakkab bo'ladi. Hammaniki har xil bo'ladi keyin. Bu umuvvalkani sostavida avokadosi bor. Avokado bilasizlar, namlantirib beradi. Ozg'in qizlar semira olmayotgan bo'lsanglar, iloji bo'lsa avokado qo'shinglar rastyoniylarga. Bu joy bilan sizlarga plus bo'lib ketdi. Keyin avokado bor. Buni sostavida juda ham zo'r namlantirib beradi. Ko'janglarni ham yuzinglardagi o'sha yuvib beradi. Yuzinglardagi bakteriyalarni tozalab beradi hamda namlantirib beradi. Birinchi o'rinda umuvvalka tanlashda adashmaymiz. Ana undan keyin sizni juda ham quruq ko'jangiz achishadi, qichishadi. Yoshingiz nechida? 30+, 40+, 50+.
Shunga qarab kremlar tanlab beriladi. Exosoma kremlari bor. Exosoma kremlari bu qurib ketganda juda ham achishadigan yuzlarga ishlatsa bo'ladi. Sostavda juda ham tirik hujayralar juda ham ko'p, ko'jalar shunaqa yoshartirib beradi. Ichida o'sha sizda kollagen miqdori kamayib ketgan bo'lsa, o'sha joyda yallig'lanishlar yoki paydo bo'lgan bo'lsa, qichishgan paytda ham, chunki yuz ko'ja travma oladi. Travmalarga, qizargan yuzlarga exosoma kremi juda ham zo'r. Ikkinchi sizga bunaqa payti yana kerak bo'ladi tonerli. Tonerli nima uchun ishlatiladi? Asosan yuzda umumvalkadan keyin yuvdingiz, yuvganingizdan keyin tonalkalaringiz poralarning ichiga kirib qolishi mumkin yoki surgan kremlaringiz poraning ichida qolib ketadi. O'sha paytda toner yuzingizdagi qolib ketgan, qatlamdagi qolib ketgan o'sha bakteriyalarni, tonalkalarni hammasini top-toza qilib beradi, porani top-toza qilib ochib beradi. Shuning uchun ham toner kerak. Endi bizga kerak bo'ladi tonerdan keyin обязательно svirtkalar. Svirtkalarning turi juda ham ko'p. Masalan, vitamin C, D-maya svirtka. Bu ham yuzni oqartiradi, ham yuzga lifting effekt beradi, ham yuzinglarni shunaqa zo'r yoshartirib beradi. Ishoninglar, effekti vasha zo'r. Bunaqa svirtkamiz ham bor. Stem cell krem svirtkasi, stem serumi. Bu ko'jani o'sha yoshartirishga hamda qurib ketayotgan terilarni namlantirib berishga hamda yuzinglarni yaxshi o'zini his qilishiga yordam beradi. Bu ham juda ham zo'r svirtka. Endi svirtkalarning turlari juda ham ko'p. Hamda gold svirtka, luxury va вообще zo'r qizlar, shunaqa zo'r zolotistli ichini ochgan paytinglarda shunaqangi chiroyli upakovkalari mazza qilib ishlatasizlar. Mana qaranglar. Ichida qanaqangi yuzinglarga gold, bu yuzinglarga ham namlantirib beradi, o'sha qizarishlarning oldini oladi, hamda sizlarning yuzinglarni yaltiratib, juda ham chiroyli rezultat ko'rsatib beradi. Keyin bundan tashqari, agar sizda buni quruq yuzli uchun, agar sizda ham quruq ko'rishingiz, hamda yuzingizda dog' bor, siz uni ham buni ham ketkizishingiz kerak, ham namlantirish kerak, ham dog'i yo'qotish kerak. O'zi asosan dog' yuz qurigandan tushadi. O'sha paytda vitamin C, D-maya ampuladagi svirtkani ishlatsanglar bo'ladi, hamda vitamin C nano svirtkasini ishlatsanglar bo'ladi. Buni sizlar olib tonerdan keyin просто tak ko'janglarga pipitkani olgan holatda tomizib, massaj orqali shimdirasizlar. Har bitta tomchisini yuzinglarga, peshona tarafiga, yanoqqa bemalol, agar ko'kragingizda ugringlar chiqqan bo'lsa yoki dog'lar bo'lsa, shu joylarga dog'larga ishlatsanglar ham bo'ladi. Juda ham zo'r svirtka, effekti vasha bomba. Yuzni oqartirib, ham dog'larni ketkazishga yordam beradi. Bu lekin yuzni quritadi. Juda ham suxoy bo'lsa, ko'janglar ishlatmanglar, razatsiya bo'ladigan yuzlarga mumkin emas. Faqat dog'li, ko'jasi nisbatan quruqli bo'lsa, shunda ishlatsa bo'ladi. Ana undan keyin svirtkani nimaga ishlatamiz? Svirtkani toneri tushunib oldinglar, umvalkani tushundinglar. Svirtkani asosan mana shu kremimizning effektini 2-3 baravarga oshirib berish uchun svirtkalar ishlatiladi. O'sha ikkalasini bittada ishlatadigan bo'lsangiz, sizlarga effekti juda ham, rezultati juda ham tez bilinadi. Endi bu kremlarning turlari juda ham ko'p, svirtkalar juda ham ko'p, tonerlar va shim ko'p, lekin bular magazinda yoki biron bir parfyumeriya magazinlarda sotilmaydi. Bularni faqat bizdan dastavka qilib yozdirib oldirsanglar bo'ladi. Yuzinglarga qarab moslab tanlab beramiz. Agar quruq bo'lsa, bitta komplekt oddiy qilib beramiz. Qanaqa ishlatish haqida ham o'rgatamiz, tushuntirib beramiz. Podrobniy sizlar bizga murojaat qilinglar, nomer qoldiramiz. Telegram kanallarimizda har bitta kremlar narxlari bilan hamda ularni qanaqa yuzlarga foydali bo'lgani haqida ma'lumot beramiz. Telegram kanalimizga o'tib olinglar. Lekin hozir men sizlarga hamma tushuntirayotgan videomdagi ma'lumotlar o'zingiz uchun bilib olinglar. Xo'p, dog'li yuzlarga asosan shunaqa dedim. Quruq namlantirish uchun vitamin Aqua G'ni tavsiya qildim. Hamma kremlarning qizlar foydasi bor. Damashniy uxot yordam bermaydi. Kosmetolka borib bitta ukol olaman yoki-da yo'q, men ukoldan qo'rqaman, lekin yuzimni shu kremlar bilan haqiqatda ketkizsam bo'ladi. Haqiqatda qizlar davolasa bo'ladi. Ukollarsiz ham yosharsanglar bo'ladi. Shu kremlarni, kosmetop, ya'ni men aytgan kremlarni har kunlik ishlatadigan kremlarning orasiga faqat professionalni qo'shsanglar, bemalol rezultatga erishamiz. Chunki mana shu kremni o'zini, masalan, mana shu krem $65 turadi deylik. $65lik kreminglar sizlarga 1 yilga yetishi mumkin.
har kuni har kuni ishlatadigan bo'lsangiz 8 oyga, masalan, menga bitta shu krem 8 oyga yetadi. Chunki o'zim ishlataman kremni, bilaman qaysi biri qachon tugashini. Umuvalkam masalan 3-4 oyda, 5 oyda ham tugashi mumkin. Chunki bundan ozgina siqib olaman. Polni yuzimni ko'pirtirib maza qilib yuvib olaman. Bu ham где-то 5 oyga yetadi. Magazindan olgan kremingizni ham o'xshi hisoblasanglar 2,5 million 2,5 million, 3 millionga yaqin bo'ladi, lekin professional uhud olasizlar ham haqiqatda effekti bor narsa olasizlar. Chunki yaqinda bitta pasiyent keldida, xo'jayinim har doim yuzimga qaragisi ham kelmayapti. O'tirsa ovqatlanganda ham betimga qaramaydilar, rosa jahlim chiqib ketadi. O'zim ham chiroyli bo'lgim keladi, lekin qayerga murojaat qilishni bilmadim nazokat. Sizni menga qizlarim aytdi dedilar. Men kosmetika magazinlaridan olmagan kremim qolmadi, qilmagan ishim qolmadi, lekin kosmetologga borishdan rosa qo'rqayotgandim. Bizib qo'ysachi, nima qilsachi dedim. 3 yil, 4 yil faqat shu magazindan kremlar olib ishlatdim dedilar, parfyumerniyadan. O'shaning uchun menga aytayotdilar, men krem tavsiya qilyapman, u ayolga yo'q deyaptilar. Yo'q degan отказ beryaptilar. Men bu kremlarni ishlatib ko'rganman, men umuman yordam bermaydi. Shuning uchun menga bo'ladigan protsedura qilib bering. Хорошо, xo'p. Keyin dedim, yuzlarini bitta chiskala qilib, uxotla qilib krem surib berdim va damashniy uxotga shu narsalarni olishlarini tavsiya qildim. Aytdilar 2,5 millionga ham olganman, 4,5 million, 5 milliongacha oldim kremni, lekin effekt bermadi. Agar siz bizdan krem olsangiz, har kuni ishlatsangiz, haqiqatda effekti bor, kачествоsi bor narsalar. Magazindagi mahsulotlar protsenti 30% tabiiy bo'lishi mumkin, qolgan 70% baribir ximikatdan iborat bo'ladi. Lekin bizani kremlarimizning tarkibi nabarot, 70-80% tabiiy bo'ladi, 20% da ozgina bo'lsa ham baribir ximikat bo'ladi, chunki buni saqlanib turishi uchun. Lekin bularda silikon, biron bir ximiyaviy narsalari juda ham kam bo'lgani hisobiga, bular asosan effekti juda ham rezultati zo'r bo'ladi. Koreyada bilsanglar, shu suv o'tlaridan, o'sha dengiz mahsulotlaridan qilingan kremlar bo'ladi. Baliq ikralaridan, baliq mahsulotlaridan. Shularni hisobiga bularda ozgina narxlari qimmatroq bo'ladi. Ularni olish o'zi ham juda ham murakkab. Ular haqida keyin yana temalar qilamiz. Bu bilan magazindagi kremlar bilan bularning farqi juda ham katta. Ular bilan solishtirmanglar. Agar effekti bo'lmadi degan odam ham kommentariyaga bemalol o'zingizlarning fikrlarini qoldirishlar mumkin. Chunki shu paytgacha kimga krem qanaqa tavsiya qilgan bo'lsam, yomon bo'lmagan, faqat qayta va qayta so'rashgan. Chunki menda YouTube kanalimda ko'p videolarda ma'lumotlar chiqarganmiz. Patsientlar olishgan, BTSdan keyin chiqarib berish qanaqa bo'ladi, sizdan qanaqa olamiz deydiganlar uchun oldindan karta oplata qilinadi va biz BTSdan siz o'sha o'zingiz turgan viloyatdagi joyini aytsanglar, biz o'sha BTSga yetkazib beramiz. Keyin buni o'zingiz tayyorlaysizmi deydiganlar uchun ham yo'q, men hech qanaqangi krem, bir nimalar tayyorlab sotmayman, lekin umuvalka tayyorlayman ukrili yuzlar uchun. To'g'ri, u mening avtorskiy texnikam. Lekin kremlarni men tayyorlashga qarshiman. Tonalkalar tayyorlab beradi kosmetologlar yoki sizlarga o'zini avtorskiy kremlarni sotmoqchi bo'ladi. Yo'q, bu bitta krem yoki bitta toner uchun zavodda qanaqa mehnat qilinishini ko'rganinglar deydi. Zavoddagi biz mehnat qilmaymiz, chunki bular hammasi laboratoriyadan o'tadi va Toshkentga kirib kelayotganda ham litsenziya olib, bularning sostavi haqiqatda inson yuziga, salomatligiga ta'sir qiladimi? Agar yaxshi ta'sir qilsa, plus yoki tichka qoldirishadi. Agar noto'g'ri bo'lsa, yaroqlilikka noloyiq deb chiqarib beradi. Masalan, shu sivirtka krem olib o'tayotganda mana firmalar nimaga rastamoshkadan o'tadi? Rastamoshkada o'tayotgan paytda magazindagi kremlar hech qachon ularga patent yoki biron bir litsenziya bermaydi-da. Ular qora bozor bemalol ko'chada magazinlarda o'zini biznesini qiladi. Lekin nega professional hisoblanadi? Bu kremlarning tarkibi juda ham sostavlari murakkab ishlangani uchun inson organizmiga hech qanaqangi onkologik reaksiyalar yoki biron bir tanangizga bo'lgan yomon reaksiyalar chaqirmaganligi sababli bular gold standartdan o'tadi. O'sha rastamoshkadan o'tayotgan paytida tekshiriladi har bittasi. Bu krem vitamin C dog'li yuz uchun chiqarilgan deb masalan yozib beradi. Xuddi o'shani o'zlar laboratoriya tekshiradi. Haqiqatda dog'li yuzga ta'sir qiladimi deydi. Tekshiradi. Agar buni kremlarning tarkibi ularnikiga to'g'ri kelmasa yoki biron bir umuvalkaniki, o'sha umuvalka imенно o'sha yuz uchun to'g'ri kelmasa, ular отказ beradi. Shuning uchun bularni har bittasiga olib o'tayotganda nalog to'lagani uchun bularni ham narxi qimmat bo'ladi, ham bular ichida tabiiy mahsulot, tabiiylikdan ko'proq foydalanilgani uchun o'simliklardan, baliq moylaridan, ekstraktlardan
kremlardan foydalanganligi uchun buni sostavlari qimmat. Chunki bu kremlar uchun juda ham katta o'sha zavodlarga borganmiz, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, dashi inson emas, robotlar ishlashini ham ko'rganmiz. Shuning uchun bilasizlar, hozir zamon rivojlangan, eng zo'rini o'zingizga tavsiya qiling. O'zingiz uchun eng zo'riga loyiqman deb. Shuning uchun eng zo'rini professionallarni tanlaylik. Nima kremlar bo'lsa bemalol yozinglar, holinglar Telegram kanalimga yozinglar yoki Telegramdan bemalol yozishingiz mumkin. Или telefon nomerlar qoldiramiz. Telefon nomerlarga Instagram profillarimizda ishlarimizdan bemalol ko'rishingiz mumkin. Yana keyingi videolarda sizlarda qanaqa problemalar bo'ladi, sizlarga nima tavsiya berishimni xohlaysizlar yoki kosmetologga borganingizda kremlarni haqiqatda sizlarga professional tavsiya qilganmi yoki o'zini tayyorlagan kremini tavsiya qilganmi? Sizlar ko'proq qaysi biridan foyda olgansizlar? Chunki juda ham ko'pchilik aytadi, kosmetolog o'zi tayyorlagan kremlari, siz ham shunaqa tayyorlab berasizmi? Yo'q. Professionalniy kosmetologiya, professionalniy kosmetikani tanlaydi hamda yuzingizga eng zo'rlarini qo'rqmasdan topshirib bera olamiz. Chunki bu hech qanaqangi allergiya bermaydi, reaksiya bermaydi. Sizlarning ko'rjanglarga qarab tanlab beramiz. Bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Yana keyingi videolarda bizdan keyin yana foydali videolar kutib qolinglar inshaalloh. Podpiska bo'lib qo'yinglar. Rahmat hammaga kattadan. Ko'pchilikni qilishadi. O'sha videoga yozishdi, kremlar ko'rsatgan paytimiz. Bu juda ham qimmat. O'zimni olmayman. Da. Gaplar yozilgan. Nima deb javob berasiz? Ya'ni ko'pchilik aytishi mumkin. Cho'ntagimga to'g'ri kelmaydi. $50 yoki $30 deganingiz qimmat. Oddiy magazinda ham sotyapti-yu, degan gaplar bordi. Lekin bizning kremlarni magazindan topish olmaydi 100%, chunki bular qimmat keladi. Magazin unaqa narxga ko'tarmaydi, sota olmaydi. Kosmetolog xonasida ma'lum bir mana ko'ryapsiz, xonamiz salqin, hech qanaqangi bir issiq quyosh tushmaydi, lekin bozorlarga borsangiz korobka issiqlarda qolib ketgan. O'shani ham optim bozordan olib magazinga qo'yib sotishadi, masalan. Lekin bular bizga to'g'ri konteynerda skladga tushiriladi. Sklad juda ham salqin bo'ladi, hammasini ko'rganmiz va kosmetologlarga zakaz orqali o'sha skladdan tarqatiladi. Uni gradusi agar oshib ketsa, kremlar ayniydi. Ular qilayotgan kremlarning sostavida onkologiya chaqiradiganlari ham bor. Bularni biz bilamiz. Kosmetologlar ajratib borib, masalan, krem olotganda biz uni shtrix kodiga yoki orqasiga qarab, qanaqa kremligini bila olamiz. Bularga hech qanaqangi onkologistga ham chaqirmaydi, biron bir sizga reaksiya ham bermaydi. Chunki bir xil kremlarni sursangiz reaksiya beraveradi odamga. No, bularda unaqa emas. Ko'proqga tushishi mumkin yoki yuzini kuydirib qo'yishi mumkin. Chunki magazindagi qizlar bizga o'xshab o'qitilmaydi. Biz har bitta mana shu kremlarga ham masalan $50 o'qiganman. Bitta o'sha borib o'qigan kursimiz. Mana shu o'zini kremini o'zi sotish kerak ular bizga, lekin o'shanga ham o'rgatib bergan chos. O'rgatgani uchun biz pul to'lab, registratsiya bo'lib, shu kremlarga biz o'qiganmiz. Что ertaga pasient so'raganda biz javob bera oladigan bo'linglar deb. Chunki hozir magazin bilan solishtirsangiz, to'g'ri narxi qimmat, lekin bularni agar xohlashsa probnik hisob bersak, o'sha ham где-то 500 ming, 600 minglar atrofida bo'lishi mumkin. Probniki ham 2 oy ili 1 oyga yetishi mumkin. Bemalol ishlatib ko'rsa bo'ladi demoqchiman. Chunki bizda har doim mana uzoqda viloyatda turadiganlar shubha qilishi mumkin-da. Palon sumga olaman, effekti bo'ladimi, yo'qmikan deyishadi. Men aytaman, "Daysiz, men sizga probnik idishda hisob beraman-da, hisoblab beraman, gramga bo'lib beraman. Siz ishlatib ko'ring, effekti bo'lsa, keyin kattarog'ini olasiz" deyman. Chunki o'shanda yutqizmaydi ham-da. Bitesdan chiqarayotganda bitesdagilar hayron bo'ladi. "Voy, bu shuncha krem probnik va" deydi. "Bular dedim, sotib olishgan, o'sha yoqqa jo'natadilar, faqat deyman, tez jo'natib berishim kerak. Iloji boricha kechqurun chiqaraman. Bitesdan где-то mana 3larda chiqib ketsam, ertasi kuni soat 11-10 gacha o'sha qo'lligida bo'ladi. Salqin anaqada paytda chiqarish. Lekin ulardan ham so'rayman, ketayotganda qanaqa ketdi. Xavotir olmang, har doim anaqa konteynerimizda ketadi, hech qanaqangi anaqa bo'lmaydi. Yoki o'zligini taksi shoferlari bo'lsa, kelib olib ketadi. Masalan, xorazmlik qizim har doim mendan krem olib ketadi, uni shoferi kelib olib ketadi. Nazoga aytaman, "Mamam kremingiz tugadi, berib yuboring, boradilar hozir" deydi. Uni taksistlar bo'ladi-yu. Shunaqa tanishlari kelib, paketgacha solib beraman. Shunda olib ketadi. O'sha bola pulini oplata qiladi yoki karta oplata qiladi u qiz yoki taksistdan pulini beraveradi, narsalarni beraveramiz, ishlatadi. Lekin o'sha qiz hech qachon norozi bo'lmadi. Где-то $500 krem olib ketdilar. Onalariga oldilar, o'zlariga oldilar. Chunki qaynanaga to'ysiz, qaynana, kelin bitta ishlatadigan qilib berdim. Qanaqa? Masalan, umvalkasini ikkalasini yuziga bir xil tushadigan qilib berdim. Qolganlarini ham o'shanga moslab berdim, lekin kremi faqat farqi bor. Ularni возрастiga boshqacha krem, bularga boshqacha krem. Ikkalovliga olib berdim. SPF olishdi.
Chunki u yoq taraf issiq bo'ladi ishda. SPF berdim. Ularga ham, bularga ham. No, yomon emas, zo'r. Qaynonalari aytdilarki, krem вообще zo'r ekan haqiqatan. Men ularga karboksi krem berdim. U qanaqa krem? U kislorod beradi ko'rjaga. Agar yosh katta ayollarning yuziga kislorod bersangiz, ularni zo'r yoshartirib beradi. Ajinlarni kremni ham ketkizsa bo'ladi. U protsedura qildirish ham shart emas. Odam o'zida qunt bo'lish kerak-da. Har kuni ertalab kechqurungi krem, essonsiz eshitkalan sursa, hech qanaqangi yuzda problema bo'lmaydi.